hunarmandchilikning qo'ldagilarni to'qish bo'yicha o'tkaziladigan navbatdagi mahorat darsimiz ekan. Xo'p, bugungi mavzuyimiz shundan iboratki, eslaringda bo'lsa, o'tgan darslarda men do'kon deb ataladigan dastgohda qanday qilib jiyaklar to'qilishini sizlarga ko'rsatgan edim. Uyga borganda ham ko'ruvdilaring-a? Jiyaklar qanday to'qiladi? Jiyak o'zi nima? Jiyak deganda bu shunday bir tasmaki, bu bilan milliy kiyimlarimiz, ilgari momolarimiz qanaqa kiyim tikishsa yoki gilamlar, julbaroqlar tayyorlashsa, ularni jiyaklar bilan yasatishgan, bezatgan. Mana bu egnimdagi milliy kiyimning nomini delagay deyiladi. Delagay bor, ota kampir onaxonlarda, buvijonlaringda bor delagaylar. Mana shu delagayni mana qarang, ko'rib turibsiz. Jiyaklar yordamida endi mana shu jiyaklar qanday to'qiladi? Yana qayerlarda uchratishimiz mumkin? Masalan, qarang. Mana bu xurjun. Bu xurjun ham qo'lda tikilgan, boyagi bo'g'jamalardan ortib qolgan astirkalaridan xurjun tikilgan. Qarang, jiyaklari qanday chiroyli turibdi. Juda ham chiroyli to'qilgan. Bu jiyaklarni ham turlari bo'ladi. Har xil o'ziga xos naqshiga qarab nomlanishi bo'lar ekan. Yoki mana bu sumkachalarimizni qarang. Mana bu sumkachalarimiz ham g'ajari sholcha deymiz. Mana buni shunaqa turi bor. Mana bu tomoni ham g'ajari sholcha. Bu jundan, bu esa paxtadan to'qilgan. Shu astirkalarda shunday sumkachalar qilib qo'yganman, chunki bu ilgari sumka o'rnida mana shunday xaltachalardan foydalanilgan. Hozir ham ko'rgazmalarda sayyohlar buni yaxshi ko'rib olishadi. Mana bunday qilib osib yurishadi. Telefon, ko'zoynak, bloknot, ruchka uchun juda ham qulay solib yurishga. Mana shularni ham, demak, mana ko'ryapsizlar, bog'lari paxta ipdan, o'sha sholchalarimizdan ortib qolgan iplardan tasma qilib to'qilgan. Qarang, bu sochga o'xshab o'rilmagan. Sochdan farqli 4 ta 5 talik iplar yordamida mana shunday tasmalar tayyorlangan. Yoki mana bu sumkachamizni ham mana chetlarida shunday naqshlar tasmalarni ko'ramiz, yoki bog'ida, yoki mana bu tomonida ham bor. Yoki mana o'rtasida o'sha ulangan joyi bilinmasligi uchun, ko'rkam, go'zal chiqishligi uchun shunday tasmalardan foydalangan ekan momolarimiz. Biz ham shularni davom ettiramiz. Endi bu tasmalar, mana masalan mana bu tasmalarni ortib qolgan iplarimizdan yoki gazlamalardan mana shunday to'qib biz tayyorlab buni zarur paytda ishlatamiz. Masalan, qachon ishlatamiz bularni? Mana men borib ko'rgansizlar, o'rmab qo'yganimda ularni bog'lab qo'yish uchun, servi iplarni bog'lash uchun, kuzuvlarni bog'lash uchun shunday arqonchalar bizga zarur bo'ladi. Biz ularni foydalanamiz. Endi shunday tasma qanday to'qilishini men sizlarga ko'rsataman. Shundaysiz. Mana shu qanday to'qilishini sizlarga o'rgataman. Qarang. Ular 4 talik ip. Mana 4 ta ipni ajratib olamiz, shiringul. Mana bunday qilib ajratib olamiz. Chalkashmasligi uchun shunday qilib kiyganman. Sizlarga ko'rsatib berish uchun. To'rtta ipni, 4 ta bayroq va to'qishni boshlaymiz. Mana birining ustidan, birining ostidan, birining ustidan o'tkazamiz. Mana navbatdagisini. Va natijada chiroyli tasmalar hosil bo'ladi. Ko'p harakat. Birini ostidan, birini ustidan qilib o'tkazamiz.
Juda yaxshi. Aha. Mana. Ostidan va yana ustidan. Qarang, orqog'i ham o'zi bilan to'qilib qolyapti. Mana shunday chiroyli tasmalarni to'qishimiz mumkin ekan. Yaxshi. Bularni albatta keyin davom ettiramiz, ha? To'garak mashg'ulotlarimizda. Mana shunday to'qish yordamida mana tasmamiz hosil bo'ldi. Mana qarang. Chiroylimi? Rang-barang. Bu iplarimiz isrof qilmasligi uchun. Endi buni nima qilamiz, ma'lum deyishlaring mumkin. Hammalaring ukachalaring, singilchalaring beshikda yotadigan ukalaring bor-a? Ana shu beshikdagi qo'lvoqni bog'lash uchun bu juda ham mustahkam, uzilmaydigan ip, paxta ip. Xalqimizda shunday bir naql bor. Beshik bolasi bek bolasi deydi. Mana hozir alla yosh go'daklar uchun aytiladigan alla ham nomoddiy madaniy merosimizga kiritilgan. Shuning uchun biz qo'lda gilam to'qish yo'nalish bo'yicha gilamdozlar yoshgina bizni hissamiz shunga beshiklarni, qo'lvoqlarini to'qib beramiz onaxonlarimizga. Yaxshimi? Juda yaxshi. O'rgangan bo'lsalaring hammalaringga rahmat. Mahorat darsimizning navbatdagi qismi nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling.